Assalomu alaykum hurmatli birodarlar, do'stlar, bog' ishqibozlari. Mana bugun chislovimiz 30-noyabr. Andijonda ko'makaydan kelishib bolalar mana gilos ko'chatlarimizni ko'chirishib mana qilib olib ketyapti. Angirenga olib ketamiz deyapti bular. Angirenga ko'chirib olib ketishadi xudo xolisa. Aka, qanday dehqonchiliklar? Qayga olib ketyapsiz buni? Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana akamizdan ko'chatini kanal orqali ko'ruvdik, kelib olib ketyapman. Yaxshi bahoda beryapti. Angirenga ekaman. Tay turpog'imni olyapman. Shunda yaxshi tutadi deb aytganimni beryapti. Bularga ham rahmat. Kam bo'lmasin. Mana tay bilan ko'chirib olyapman. Rahmat shu bobonlarimizga ham yetkazib berganiga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana kimga ko'chat kerak bo'lsa, xohlagan turda ko'chirib beramiz. Xohlasa turpog'i bilan desa, turpog'i bilan, qanaqa sortidan desa, shunaqasidan ko'chirib beramiz akalar. Murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 93lik 429 0901. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.